Qorin Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy institutida mutafakkirlar va jadid ma'rifatparvarlarning tarbiya turlariga oid ta'limotlari hamda undan foydalanish mexanizmlari mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Anjumanning asosiy maqsadi mutafakkirlar va jadid ma'rifatparvarlar merosini chuqur tahlil qilgan holda ularning tarbiyaga oid ma'lumotlarni zamonaviy ta'lim tizimiga integratsiya qilishdan iborat. Shuningdek, yosh avlodning fikriy, axloqiy va ma'naviy kamolotini ta'minlashda tarixiy merosdan samarali foydalanish bo'yicha amaliy mexanizmlarni ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Bugungi konferensiyada o'zimni mutafakkirlar, milliy qahramonlar va jadidlarning fikr tarbiyasiga oid ma'ruzam bilan ishtirok etdim. Har bir narsani boshlanishi bu avvalo fikrdan boshlanadi. Agar fikr ezgu bo'lsa, undan kutilayotgan natija ham juda go'zal bo'ladi. Xuddi shunday tarbiyada ham fikrning ahamiyati juda kattadir. Fikr tarbiyasiga oid dastlabki ma'lumotlar barchamiz bilamiz Avestoda keltirilgan. Ezgu o'y, ezgu fikr, ezgu amal. Xuddi mana shu g'oyalar ajdodlarimiz tomonidan bizga aytilib ketgan tarbiyaga oid mana shunday modellar namunali avlodni tarbiyalashda ajdodlarimizni bizga tavsiya etib ketgan ta'limotlari juda katta ahamiyatga ega va ularni bugun biz yoshlarga taqdim eta olishimiz, yoshlarga anglata olishimiz va yoshlarni xuddi shunday ruhda tarbiyalashimiz bizga qo'yilgan vazifalardandir. Biz o'z tadqiqot ishlarimizda milliy qahramonlarning tanqidiy fikrlashga oid ishlarimizni maktab o'quvchilariga o'rgatishga harakat qilyapmiz. Konferensiya davomida mutaxassislar tomonidan tarbiya turlarining zamonaviy ta'lim bilan uyg'unlashtirish yo'llari, fikr tarbiyasi, ma'naviy axloqiy yetuklik hamda jadidchilik merosi kabi muhim masalalar yuzasidan fikr va takliflar ilgari surildi. So'nggi 5 yil davomida amalga oshirilgan tadqiqotlarni olib qaraydigan bo'lsak, bittagina Xorazm vohasini o'zida 20 dan ortiq jadidlarning faoliyati yuritilgan, lekin ularning ilmiy merosi o'rganilmaganligini, bugungi kunda ularning ilmiy merosini tadqiq qilish orqali juda katta bir metodologik manba yaratish mumkinligini bugungi ma'ruzamda men o'zim tayyorlab kelganman. Asosiy beradigan taklifim hozir pedagogik soha yo'nalishi vakillari bitta klasterga jamlangani, o'sha har bir hududdagi jadid mutafakkirlarning ilmiy merosi o'rganilgan holda ularning manbasi umumlashtirib katta bir jadid mutafakkirlar ensiklopediyasini yaratish aynan shu Qorin Niyoziy nomidagi Milliy tarbiya instituti rahbarligida amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Anjumanda 150 dan ortiq kuzatuvchilar o'zlarining 90 dan ziyod ma'ruzasi bilan ishtirok etishdi. Yakunda mavzuga oid barcha materiallar jamlangan kitobni chop etishga kelishib olindi.